Landa to'yimiz boshlandi. Bosh rolida Kamina Negachimlarni, ya'ni opajonni qizlarini to'yi bo'ldi. Kecha o'zim bilan ovora bo'lganim uchun bugun hamma videolarni jamlab sizlarga ko'rsataman. Конечно, makiyajni Dilanora makeup qildi, ya'ni o'zim. Ko'ynakni biz har doimgidek Lanezda salonidan oldik. Atmetka qilib ketaman ko'ynakni qattiq. Aytganchi qizlar, agar sizlar shu sifatli salondan ko'ynak olsanglar, makiyajinglar mendan bo'ladi. Navkarlarni ham chiroyli qilib kutib olishni boshladi. Yog'ini eshitsanglar, bu to'yda men yangiman. Opajonga aytdim, qo'ying, o'zimiz zo'rg'a eplayman, kelinni qanaqa eplayman desam, siz eplis ishonaman dedilar. Yog'ini endi ko'raverasizlar deb o'zinglar. Oshlarni yeb bo'lib, kelinni ham olib ketishga endi kuyovlar ham уже kirishdi. Ikkita yosh chiroyli parichkani ko'rib, mashalloh deb baxtilab qo'yinglar. Ko'rib o'zimni yoshligim esimga tushib, havasim keldi. Eng yurak eziladigan joyi shu uydan chiqib ketayotgan joyda, to'g'rimi qizlar? Kamina уже xizmatni boshlab borganlar. Oyog'ida 15 santimetrlik kablok. Oxirgi marta qizli paytim kuyov tarafdan kelgan mashinaga o'tirib aylanishga borgan ekanman. Aylanishda o'zim o'tiramanmi desam, yo'q, u payt ham qarab turishim kerak ekan. Keyin kelinga gap yo'q, qaranglar qizlar, ko'ynalari ham shunaqa yonyapti. Sizlar o'ylayapsizlarki, men o'zimni o'ylamadimmi deb. Конечно, o'zimni o'ylab rasmlarga aylanishdan chiqib kelin bilan biz ikkalamiz xo'jayinlarga o'xshab Mercedes orqasida to'yxonaga kirib kelinni joylashtirib bo'lgandan keyin telefonimni qo'limga oldim. Bu meni ikkita qaynagachim aytgancha. Ozgina rasmga tushgandan keyin kuyov chiqib ketdilar. Sababi islomiy to'y edi. Kelinimiz yolg'iz qolib ketmadilar. Juda ham fayzli, chiroyli o'tdi shu desanglar. Tepaga chiqib o'tirib olganimda, bilasizlarmi, xuddi o'zimni kelindek his qildim orada. To'yni ham tugatib, kelinni uyigacha kuzatib bordim. Yangalik shu desanglar qiyin emas ekan, lekin boshida esinglarda bo'lsa 15 santimetrlik kablok kiydim dedim. Ana o'sha narsa ozgina qiynab qo'yar. Yoshlarga baxt tilab, sizlar ham niyat qilinglar, shunaqa chiroyli to'ylar qilinglar.